Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 29-may kunidagi chiqayotgan ishlarimizni holatlari. Ko'rib turganlaringdek ranglari atlasma holatda, razmerlari standart 6-12-25. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Qurilish qilaman, zavodidan olaman deganlarga, xudo xolasa zavod egalaridanmiz, birinchi qo'limiz. Ko'rib turganlaringdek atlasma holatda 5000 talik, 10000 talik, 3000 talik mashinalarimiz bor. Vodiy bo'ylab yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa eng arzon narxlarda. Ishlarimizni xudo xolasa bu yer ko'rib turganlaringdek umuman adir yo'q, sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan Bog'dod pishgan ishlari. Xudo xolasa mana urib qo'yilgan 3-4 oy bo'ldi. Hali birorta sho'ram chiqqani yo'q, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek erta bilanda ishlar qizg'in ketyapti. Xom chiqarish jarayonlari bu yoqda pishgan. Har kuni bizda qishin yozin xudo xolasa g'ish bor. Xo'sh, ishlarimizni sanoqlariga uqalanmasligiga garantiyalari bor. Ko'rib turganlaringdek xomdagi holatlari. Bu yerda xom chiqarish apparatlarimiz bo'lyapti. Mana sap-sariq turpoqlarda chiqarilyapti. Ko'rib turganlaringdek. Zavodidan nech pul deganlarga, zavodimizda hozirgi kunda hayit munosabati bilan 730 so'mga tushirib qo'ydik. 750 so'mdan edi, 730 so'm qilib qo'ydik. Texnikangizni olib kelib turib, mana bunday ochirt bor. Ja bo'lmasa imkoniyat darajasida bezochirt ham qilib bera olamiz. O'zimizda texnikalar yoki ko'chadan kelgan mashinalar bilan o'qimdonimiz ham yurib turibdi. Hozir unda ham 10000 talik mashinada yuklashyapti. Zavodimizda 730 so'mdan qilib qo'yganmiz. Texnikalarimizni alohida yo'l kiralari qo'shiladi. Yaqin uzoqligiga qarab qo'shilaveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qadrdonlar. Xudo xolasa bu ishlarimiz 1000 gradusdan oshiq yuqori haroratda pishadi. Hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerlardan ko'mir solinib pishiriladi. Ovarmanga men bekka chiqib ketdim. Temirlarni ham eritadigan darajada issiqlik. Qadrdonlar, adashmanglar, zavod egalaridanmiz. Udarish. Bu yerlardan sap-sariq, xudo xolasa sap-sariq ishlar chiqadi. Ko'mirlarni, udarlarni ishlatilyapti, xudo xolasa. Ishlar mustahkam, baquvvat bo'lish uchun. Hozir mana ikkinchi xumdonimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Pastdagi holatlari 3000 talikka nisbatan 10000 talik mashinamiz o'ta arzon yuradi. 3000 talik nisbatan qimmat yuradi. Kamaygan sari g'isht soni. Hozir mana keyingi daxanaga olishyapti-ku, hozirlarga ko'rsatib o'tamiz ichida taklangan holatini. Bu 10000 talik mashinamiz. Bu mashinamiz hozir Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketyapti. Endi boshlashibdi. Ondan oldin bitta mashinamiz chiqib ketdi. Bu xudo xolasa qishga fondlar ketish davom etyapti. Bu yerda quriganni olib kirishadi. Mana xumdonning ichidagi holatni ham bitta ko'rsatib qo'yay, qadrdonlar. Atlasligini ko'ringlar. Bay. Ovozlariga bitta baho beramiz. Ovozlariga. Hoppa. Ovozlariga bitta ahamiyat berib qo'yamiz. Xudo xolasa eng zo'ridan bo'ladi. Bu xumdonning ichi bo'ladi, qadrdonlar. Namni qora, qurra, sinib netganlar qoladi. Butunlar yuklanadi, xudo xolasa. Mana bu yerda qon terish jarayonlari ketyapti. Mana beri xumdonimizdan ham chiqib qoldik. Aylanib yuraverasizlar bu yo'lga.
Manzilni Telegram kanalimizda lokatsiyasini joylab qo'yamiz. Bemalol kelib ko'rib ketishlaring ham mumkin. Bay. Atlasligini qaranglar bu ishlarda. Xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz. Rossiyadagi akalarimiz chiqaverasizlar, sizlarga bonuslari ham bor. Max ham bor. Bu tarafda yana Hunter jargonlari. WhatsApp, Telegram hammasi bor, xudo xolasa. Ko'ringlar. Bu xomushlar nima deyapti, xomush? Yaltillashiga bitta baho berib qo'yinglar. Vashshi uda. Sifatlari o'ta a'lo darajada chiqyapti. Xomushlarimiz to'kkani ketyapti. Bu bratimiz endi oladi g'ish. Endi yuklanadi. Shu 12 kishilik qiladigan ishni hozir shu texnikalarimiz bajarib turibdi. Yangicha ixtiro, bu Eron riska deyiladi. Hormayman Amir aka. Yaxshimisiz, suyimsiz? Xo'sh. Razmerlarni bir xil qilishini qaranglar, razmerlarni. Ishlar toza turpoqdan chiqarilyapti, unumdorli yerlardan. Bu qaranglar. Qaranglar, bay, yaltillashini qaranglar, yaltillashini. Bu prista chiqadi, bu Xitoy apparat bu. Mana bu vakuum bo'ladi, g'ishti prisligini yanada baquvvat qilib beradi. Bosilmaydi. Hatto bo'ladi. Xo'sh, qadrdonlar, bu turpoqlarimiz ilakdan o'tadi, tegirmondan o'tadi. Xo'sh. Mana bunday ikkinchi mishalkalarda aylanadi. Qadrdonlar. Katta motorlar. Mana bu tegirmonga tushib, ishlar turpoqdan tushyapti, tegirmonga tushib maydalanib, yana elakka tushadi. Ichidan tosh, hashay bir narsalarni olib qolib, mayin holatda mana bu elak bular. Mayin holatga keltirib chiqarib beradi. Keyin bu yerda ishlar qorishib, xudo xolasa ikkita qorishadi, ikkita mishalkada qorishib, loy holatga kelib, sap-sariq turpoqlar. Ishlarimiz chiqishda davom etmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz. Xudo xolasa bitta aksiya qo'yib qo'yay. Mana shu videomiz necha mingta layk yig'adigan bo'lsa, ana shu 10 mingtalik mashinamiz ustiga qo'shib olib boramiz, xudo xolasa. 1000 ta bo'lsa 1000 ta faqat aktiv bo'lamiz. Bu oy demaymiz, keyingi oyda 15-sanasigadir necha mingta layk yig'adigan bo'lsa, 100 ta layk yig'adimi, 50 ta layk yig'adimi, bitta laykni ayamasdan bosib qo'ysalaring, xudo xolasa boshqalar uchun manfaatli bo'ladi. Faqat bitta laykingizga bitta dona g'ish yutib olishi mumkin, qadrdonlar. Bu yerda elak tozalab, musurini chiqarib beryapti, ko'ryapsizlar. Toza turpoqlardan chiqyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, laykni ayamay manglatavurasizlar. Obuna bo'lish ham esdan chiqib qolmasin.